Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Azizler, mana bugün 2025 yil 22 aprel günü zamonamizning ulug' olimi, fazilatli shayx Hazrati Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari unib o'sgan, bolaliklari o'tgan, tarbiya topgan maskanlari Buloqboshi tumaniga keldik va bu joyga hazratni ukalari hurmatli hoji dadamiz Muhammad Amin hoji bobomizni ziyoratlariga keldik va ziyoratga kirishdan oldin birinchi qiladigan ishimiz bir qiyin davrda, juda ham bir mashaqqatli davrda farzandini olim qilib tarbiyalagan, zahmatli yo'lni bosib o'tgan shayx hazrat bo'lib olim bo'lishlariga katta sababchi bo'lgan hurmatli hazratimiz otalari Muhammad Yusuf hoji dadamizni mana hokilarini ziyorat qilyapmiz. Muhammad Yusuf hoji buvamdan Alloh rozi bo'lsin. Yotgan joylari razza rayhon, jannat bog'larida bir bog'cha bo'lsin. Bunaqa olim zotni tarbiyalash hammaga ham emas. Juda qiyin bir sharoitlarda, qiyin bir tahlikali davrlarda dinni ushlash, sho'g'ni ushlashdan ko'ra murakkab bo'lgan bir davrda o'g'lini olim qilib tarbiyalagan insonni mana qabrlarini ziyorat qilib turibmiz. Alloh rozi bo'lsin. Hozir baydan chiqib inshaalloh bizni ko'zlarimizni quvonchi bo'lgan Muhammad Amin Muhammad Yusuf hoji bobomizni ziyoratlariga kiramiz. Nurlar uzoq bo'lsin. Birinchi o'rinda hazratimiz onalari Sobiraxon hoji ona Tilakberdi qizlaridan va hazratimizni padar buzrukvorlari Muhammad Yusuf hoji dadamizdan Alloh rozi bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Qiyomatda siddiqlar, abrorlar safida bo'lsinlar. Qiyomatda Allohga rozi bo'lgan bandalar safida bo'lsinlar. Va shayx hazratimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Taratib ketgan, yozib ketgan ilmlari asrlar osha avlodlarimiz uchun, millionlagan insonlar uchun mayoq vazifasini bajaruvchi bir yo'lchiroq, shamchiroq bo'lsin hammamizga. Alloh rozi bo'lsin. Bunaqa ziyoratlar ko'p qilib turib ma'naviy o'zimizga ibrat olishimiz kerak, ma'naviy oziq olishimiz kerak. Hazratimizdan, padar buzrukvorlaridan, onajonlardan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi ziyoratimizni Alloh dargohida qabul qilsin. Ya Arhamar Rohimin.